Assalomu alaykum, yangi bozor obunachilar. Xudo xolosa bugun 2025-yil 18-noyabr sanasiga ko'ra Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumani Buyum bozor, bir dosh bozor deydilar. Ko'pchilik bilasizlar, Sadoqat opam yangilik olib keldim yana obunachilarimiz uchun dedi. Hozir kalla yarışma bo'lib yotibdi ekan. Hozir zo'rg'a endi odam svobodnilashdi, endi tushirmakka vaqt topdik. Xudo xolosa musofirda yurgan yurtdoshlarimiz avvalambor uyini, elini Xudo xolosa eson-omon dolib toshib kelish nasib etsin. Birinchi o'rinda musofirda yurtdoshlarimiz uchun valyuta kurslarini aytib o'tamiz qo'ldan kelgancha. Yevromiz 1.350.000 so'm bo'lib turibdi. Tangamiz 21,5 dan 22 ming so'mdan olib turibdilar. Xudo xolosa. Havo. Xudo xolosa. Rublimiz 144 ming so'm bo'lib turibdi. Dollarimiz 95, ya'ni 100 AQSh dollarimiz 1.195 ming so'm bo'lib turibdi. Xudo xolosa. Afgan mina dinmi ishlab yotibdi. Hali vaqt topolmayapti bizlara, obunachilarga ko'rsatdik deb. Ko'pchilik ahmoq qichqirib so'zlama, eshitamiz debdi. Shunga qo'ldan kelgancha astaroq so'zlayvering deb turibman-da. Tovarini zo'r ekan, gilamni guli qo'ygan. Gilamni guli, Gilama o'xshaydi ustoz. Oldismi, olmadingizmi? 10 metr osam deb turibdi. Ha. YouTube'dan görəsizmi, nə görmüsünüz? Görəmən. Görəsizmi? Ayapay şunu takıp alın. Assalamu alaykum. Yaxshimisiz? Şunu takıp alamız, Xudo xolasa. Yine gilamlik deymi, nə deyirsən bunu? Gilamni guli qo'yaman. Gilamni guli qo'yaman. Non tena qo'ysa bo'ladi deysiz? Stolni teyini. Stolni teyini, ha? Gap bo'lsin. Yaxshi. Stolni teyini döşəməyə yaxşı narsa deyildi. Qalın ekan, ha? 2-3 stol bo'lsa, olib tashlasangiz 10 metr. 3 metr ekan. Yeni 3 metr. Asadbek, yaxshimisiz? Arın desin. Bunu diləmənmi? Hava şimdiden yapıştırın. Xudo xolasa yine. Ana. Bakın götürsüzler, Sadoqat opamda 775 Aleyküm. Adres soralıymışam. Gang zo'r geldi. Aslan adres. Ben Gang YouTube'a çıkıştan korkturmuşsunuz. Vere gang. Dayım Moskva'dan mı ya? Ayapa. Hang? Obunachilar ben bir salomlashib bering. Assalomu alaykum. Asadbek, yaxshimisiz? Qarmanglar. Amasi yurtmisizlar? Haydi, ana. Bizda zo'r yangiliklar, dahshat narsalar, trendga chiqib turgan vajlar. Neden tapasın? Kalın nersen. Bu kadimde ya Prezident'in tavarına okşaydı ekan, en kalın. Ina. Ana. Bu köpçilik bilse, eğer köpçilik bilse, bunday tavarını mesela 20 yillab, 30 yillab turadigan narsalar bo'ladi ku. Shunday narsani tavarına o'xshab turibdi ekan. Xuddi o'zi shu. 65 ming so'mdan, eni 3 metr. Eni 3 metr. Eni 3 metr, 1,5 metr asal. 65 ming so'mdan eni 3 metr. Narxi metr 65 ming, eni 3 metr. Maşallah. Qadimki material bu, zo'r narsa bu. Qalin narsa ekan. Pakrivar deb aytilgan bu. Hozir buni ko'p narsaga olib turibdilar. Birinchi stolni tiyini olib turibdilar. G'olani ustuna, yuklarni ustuna, qizlarni sipini. İmini kuramışlar içinde kurab yürmeydiler. Bu töşegen egem zor kızlara. Teyyar inen. Yenem zor varyantı, en zoru ayol kızlarımız için, hatırlar için non dasturxon biram nonini sujartirmaydi bu narsa. Oho. Bir katını ishlatib qo'yaveradilar. Umrlik desam bo'ladi bu, to'zmaydi o narsa buni. Biz uncha bilmaymiz. 65 dan ekan. Biz kichik vaqtimizda uylarimizda bo'lar edi bu narsa. Qadimki apalarimiz, analarimiz biladi. Biz kichik vaqtimizda uylarimizda bo'lar edi. Bu rasvetchilar bormi yo bir turmi? Rasvetchilar bor, hozir shu ikki turidan bor. Ikki tur qaysi bor? Ertanga go'klari, yashillari, hammasi vetindan keladi, ha? Uje bu sveti ko'padi. Sotib bo'ldi. Gunda bizlara Xudoyga shukr, Xudoyim shuna yetirgandan shukr, gunda yuk keladi. En 3 metr ina. Chiroyligina qarang. Metr 65 dan. Metr 65. 1 metr oson bo'laveradi ekan shunda. Avval 5 ming so'mdan ina shotlankilarimiz keldi. 5 ming so'mdan. 5 ming so'mdan. Ichi ustara, hamma narsaga olib turibdilar buni. Yoymagan bo'laveradi, ketaveradi. Kimni uni xolasa stol teyinadimi? Stol teyina. Farqi yo'q, ketaveradi. 5 ming so'mdan ekan. Bular 10 ming so'mdan ina xushroy velvetlar. Velvet. Turistki velvet deb aytiladi bu. Mana gato yubka koftalari 450 ming so'mdan. Tikuvchisini tushsa bormi, gulatib chiqaradilar buni. 10 ming so'm bo'lgan bilan
500-600 ming so'mlik narsa tiksa zo'r bu. Shuni bo'lib chiqadi tikib bilgan odamga. Eni 2 metrlik bo'ladi buni. Hop. Bu velvetni usti angorka xili, bu mikro velvet bo'ladi. Bu tureski, bu angorka velvet bo'ladi. Eni 2 metrdan mana 20 ming so'mdan sotganmiz, keyin 15 sotganmiz. Hozir faqat shu siniy go'k svetini 11 ming so'mdan eni 2 metr. Bo'lgan shu bir rasvetchisi qoldi. Bir svet qolganligi uchun bundan ko'p lekin. Necha so'm dedingiz shunda? 11 ming so'mdan aytib Velvet beramiz. qalin 11 ming Velvet so'm. ustidan gorka xili bo'ladi. Ana do'stlar. Siniy go'ki korishniy samba ularni 15 berib turibmiz. Faqat siniy go'kini 11 ming so'm aytib beramiz. Ana, gap bo'lishi mumkin emas. Men bugun kamroq so'zlayman, o'zingiz so'zlayvering shuning uchun ko'proq. Negativchilarga e'tibor bermang. Negativchilar bor, siz gullab yashnab ketasiz. Inang 25 ming so'mdan angorkalar. Angorka bormi? Angorka bu shiqqina, bu anaxonlarimizda bo'sh narsani yaxshi ko'radi, qalin narsada qisliqib ketadi, o'nchilar uchun dim yaxshi narsa. Keyin g'olimizni ustine 15 milliona bir qatchayini g'oli olib, ustini kiratib, yosh bolalarga bulashtirma demakka tartinib o'tirgan apalarimiz uchun yaxshi bu. Ana. 10 ming so'mdan ina. O'zim chiroyli ekan, naqshlar. Dim chiroyli, g'olini naqshlarini usti. Naqshlarni qara. Mana atib bursam bo'laveradidan bulashgan vaqti 10 ming so'm hech kim hech o'shmaydi buni. Qarang, arkasini. Ina bu oq tovarini o'zi. Bu mindindan yopishib turadi. g'olin ustuna qo'ygan vaqtda va yurgan vaqtida yana yurib ketmaydi. Shuning uchun arkasini oq yopishtirilgan. Agar buni tovarni bilgan odamlar oqni metrini o'zi 8 ming so'm. Bizda hammasini 10 ming so'mdan berib turibmiz. Hammasi 10 ming so'm. Hozir oqi bilan hamma narsasini qo'shtirib 10 mingdan berib turibmiz. Bu nima ham tovar deyiladi? Bu angorka xibi bu. Angorka xibi. Mana 25 ming so'mdan sotganmiz, keyin 15 mingdan kelganmiz. Hozir faqat qora sveti qoldi, bir xil sveti 10 ming so'mdan berib turibmiz. 10 ming tushirib tashladingiz? 10 ming so'mdan. Lekin zo'r narsa bu. Men o'zim ham dim yaxshi ko'raman. Bu shiqqina materialni qarang. Material zo'r. Obunachilar uchun yaxshilab nechik material ekan u deb uyinda o'ylanib o'tirganlar uchun dahshat material bu shiqqina. Ana necha metr oldingiz? 320. 320 metr, o'zi eni 3 metr buni. Ina yayib ko'rsaymi? Asadbekning yayib ko'rsamiz. Ana og'inni stol uchun, Ana. 2 stolami yani? Ha, buni o'rtadan bo'lasiz shunda, to'g'rimi? Men tartib bering, ina. 3.20si katta g'oli bo'ldi bu. 3.20 ga 3 metr bo'ldi ina. Seli bir joyni yelladi bu. Mana polni bir joyga tashab qo'ysam bo'ladi. G'olini ustidan ham. Kattaligini qarang buni do'stlar. Ana. Kuxniya tashasam bo'ladi. Dakansa, ha. 100 ming so'm beramiz shunday g'olini. Ana. Yana to'zmaydan bu. Yenaning ana mana bo'lmasangizdan yana. Yazda ya arkanlarni Arkan chiqib o'tirasiz. Yani surrab olib chiqmaqqa yaxshi yana yuvib turib girgizib qo'yaverasiz. Ha. Shuning narsaga zo'r bu. Chiroyligini qarang, mana qo'shra svetlari yana ham keladi. Ana. 65 ming so'mdan. 65 so'mdan aynan metri. Eni 3 metr o'zi. 1 metr olsangiz ham 3 metr yeradin yetadi. Ana o'zimni ko'rsamas qiyin chiqib turdi. Shuncha o'zim ko'rsib yuribman. Ziyatini berdim mana. Asadbek ina shunday materiali zo'r rezinoy 15 ming so'mdan. 15 ming. 15 ming so'mdan. Materiali zo'r, qalingina, issiqqina, yenaning. Qalin narsa 15 ming. Biram qattiq kachmaydi. Shunday Rasvetchilar zo'r. bor ekan, ha? Svetlari dim ko'p. Gap bo'lsin. Keyin enimdagilar bayina 15 ming so'mdan. Ha, o'zlari ham do'yatib qo'yibdilar ina. O'zim enim deyiladi. Issiqqina. Bu matolar, bu tovarlar hozir yangi ob-havo, pagoda, netudan nesuda bo'lib turibdi. Shular uchun udobni ekan-da. Dim zo'r. 65 mingdan. Eni 3 metr bo'ladi. Ana inabalarimiz yana 20 ming so'mdan. Bu kostyum yubkilari 650 ming so'mdan turibdi hozir bozorda. Yenga olib qoling 65 ming, men kelib tushirgan vaqtimda olib qoling.
65'e öz 65 sen düşürsen mi Ben düşürdüm 65'e özü. Sen kaytadan düşürsen. Sorankan son satıp oturan ekan. Sorankanı? Düşmedi al sen düşürmedin ya düşür alamaz. Özü 75 satadı ona edik. Esetbek 65 satınlar yani 65 satıp koyupmuz. Bilvetler giygen kalıngına, issiqqına. Kalın. Sportifkiga, yupki koftiga, dvoykiga. İğnemindi angorka şubala giygen. Şuban mı bu? Şuba 2 kat angorka depmen. Angorka emas Bir bu. anlam göstersin kara. İçine nasılsı? 45 ming so'mdan eni 180 üstü kupra bo'ladi, yaldirab turibdi qarang. Rangi diniqqina. 45 ming so'mdan eni 180lik. Kalın ekan, ha? Ina bu shotlankilarimizdan kachestvasi zo'r ina, hibi trikotaj bulara. 15 ming so'mdan. Men teyindan narsa ko'p, shu hammasi Gucci bidakilarimizni. Qaysini ayting? 40 ming. Tigrovkilar ne? 30 mingdan olar, shuba 2 kat. Ha, şuba ekan bu, bir yanıyla. 25 mingdan. En 2 metrlik bambuklar. Bambuklar, ha? Bambuk bo'ladi, bir kat. O'zi bu qadimki velyur deb aytiladi. Qadimda velyur deb aytilgan, velyur emas lekin. Hozirgi velyurlardan atana bo'lib qolgan-ku, bu bambuk deb yangi odidan bu. Qadimki analarimiz uchun velyur deb aytiladi. Inabida hiblaga geyina, markiza hibi, angorka bo'ladi usti, qalingina, issiqqina. Dim yaxshi bu. Bombosh. 30 ming so'mdan eni 180lik. Keyin 15 ming so'mdan hibi trikotajlar kelgan. Hibi 1, 2, 3 inadim xushray svetlaridan bu. Bular ham enimdagini diyorlari, bular ham 15 ming so'mdan. Shotlankilar 15 ming. Ina bu materialimiz 10 ming so'mdan. Ne degan material bu? Buni giymasam bo'lmaydi degan. Oho. Almasam bo'lmaydi degan material bu. 10 ming so'mdan berib turibmiz, biz 10 skidga mingdan. tushirganmiz. Shuni ruloni balatpasa ham tamam bo'yadi, olib bering. Ina bular ham Gucci Gabbana'ni Effendilari 15 ming so'mdan. Kegindan ina bir de sportivkilik 15 ming so'mdan sotib turardik. 10 ming so'mdan sizni obunachilaringiz uchun sportivkilikni bari-barini. 10 ming so'mdan ko'ring ina. Üstü bo'shgina. Ana ruloni Sportivkiga hamma narsaga bo'ladi. Ruloni bilan turibdi yana do'stlar. Köp bunlar. Ko'p han, yetam axir. Yetadi, uyda xirrik. Yolg'on aytib suladab o'tirmasinlar. Yo'q. Bir haftaga yetadi. Qalin ekan bu. Qalin do'stlar. Ana. Bu iki yupki ketaveradi. Ina mana ustini ozgina zari bor. Yupki kofta duvoykilari 15 ming so'mdan. Svetamdim chiroyli. Qarang, materialni qarang, issiqqina. Beka o'tasizmi ya? Tamam, ben tarafından görstik kan, xudo xolasa. Do'stlar. 40 ming. 711 dükkan yine. Viltirator dükkan desengler. Ne ola bu yanda yapar? Benda xushray momiqlar geldi. Mamuk. Eni 2,5 metr. Ana. Shunday zo'r bu. Eni 2,5 ha? 2,5 metr. Hammada 45-51 sotib tur, to'shni 2,5 metr. Bizda 35 ming so'm. 35 ming ne? Ina bularimiz ham ina. Qarang, dim xushray rozalar vela. Ina aturgullar. Dim chiroyli. Bundan o'zlarimiz ham ishlatib o'tiribmiz. Necha marta yuvdik, yomon bo'lib qoladi, indi degan negativchilar uchun hech narsa bo'lmaydi. Javob beramiz narsalarimizga. Ining. Ina bu tey qara usti qizil yurak. Dim chiroyli ina sham. Qarang. Xushrayliklar qarasiz buni. Voy bu. Serdechkali. Ha, keyin ina bu narsamiz ham zo'r. Bundan ham tamam bo'lib qoladi. Bu chapalli. Chapalli. O'xshidan. Muskoylar uchun dim yaxshidanmi, Moskvachilar uchun. Moskva uchun. Dim qalin ekan lekin bu. Issiqqina, yana ham kir mashinada paxtasi va ham yana ketib qolmaydi. To'shnimi? To'shni javob. O'zim boshda do'kon ochgan vaqtimda olgan, sotgan vaqtimda olganman. Hal ishlatib o'tiribman. Xushray bambuklarga geyna. Bambuklarning chiroyligini qarang. Bu 35lik varianti qarang. 1 2 3 4 ina 5 ina bular ham dim xushray.
6, inar şunundan zor satıp turpmiz. Nodeni tovar o'zi bu. Bambuk bular. Bambuk Eni bu, 2 ha. metrlik bu yangi gullaridan. Eni 2 metrmi? Eni 2 metr. Inabularına qarang dim xo'shrayini. Hamma yoshga ketaveradi. Bu yosh tanlamaydi. Hech qaysi bularni hech qaysi umuman yosh tanlash narsa yo'q. Modasini qarab kiyaveradilar. Ularni eni 2 metr, inabularimiz ham 2 metrlik angorka eni. Bular 30 mingdan. Ina. Xibi eni 2 metrlik. Ena beda eni 1.60lik. Bu tigrlarni arzonroqini podarkaga so'raganlar uchun eni 1.60lik 25 ming so'mdan. Ana. Ina beda shoyi angorkalarimiz bor, 25 ming so'mdan shoyilarimiz. Inang. Eni 2 metrlik bo'ladi. Inang. Eni 2 metr. Narxi 25 ming so'mdan. Hammada 35, 30 satılıb turgan materiallar. Inabularimiz 20 ming so'mdan ina. Shears. Qalingina bam. Endi sezondan buyanana. Bularning baholari hamma klientlar biladi 15 ming so'm. Assalom, obunachilar uchun 12,5. Sağ Ana. Bular ne? Bular Nurki o'xshaydi. Ha, 15 ming so'mdan az qoldi. 15 mingdan? 15 ming so'mdan. Oho, Nurki 15 mingdan. Bu nima qarab sotib kiloga yo metrami? Metra, ha? Ana, Nurkilar 15 ming ekan. Maşallah. Görsen. Asadbek. İşi Ne pambıqlarni o'yangilik? skidga aytaymi? Yıkılıp turibdi. Birato'la yıkib berikmi mana narxlari bilan? Sindirib tashlaymi? Bo'ldi. Durmindiribdidan bular turgan joyinda. Shunda yo'q aytib tashimiz. Yo'q aytib tashlaymizmi? 30 ming so'mdan sotib turardik. Necha so'mdan qo'yib bersak ekan Asadbek? Şirin caldırak bir obunachilar azatsin, gelip turib shuni so'rasin, kella. Eni 2 metr. Hop, 2 metr ekan. 25 ming so'm ham demaymiz, 20 ming so'mdan qo'yib. 20 ming so'mdan. 20 ming so'mdan. Gap bizga javob. Gapimizga javob, svetlarni ko'rsinlar. Ana. Oq umrachilarimiz uchun, gelin qizlar uchun ham zo'r. Oqimiz trendda hozir zo'r sotib turibmiz. Faqat qarasi 30 ming Asadbek. Qarasidan tashqari hammasini 25 beramiz. Qarasi 25 aytganlasa. Mayli. Bularni 20 aytdingiz, 25 aytmadingiz. Yo'q, bulardan tashqari mayli bo'ldi. Bu qora 25. Bo'ldi. Hamma rangli bambukni 20 ming so'mdan beramiz. Shuda bos svetlarni. Yangi bozordan gördüm deb kelaverasiz. Bo'ldi. Ana. Ina mana qarang. Qolingina yaldiroqli velvetimizga kelgan. Dim zo'r narsa, lekin agar tikuvchisini tushsalar dim xo'shray. 25 ming so'mdan qop qolin. Endi buyanana sezon. Chalvurlik, jaketlik, yubkilik so'rab turgan klientlarimiz uchun ina qalingina draplar kelgan, orqasi nachosli, ina issiqqina. Jaketasida yubkiga, kostyuma, chalvura, muskoy jinski ketaveradi. 25 ming so'mdan qara draplarimiz. Ana. Naturalki gullilar 50 ming so'mdan, eng yaxshisi, eng zo'ri. Bulan chiroyligini qarangina, jo'drab turibdi, uje aytib turibdi. 50 ming so'mdan. Materialni qarang, ushim zo'r. 70 ming so'mdan sotib turardik bularni. 50 ming so'mdan berib turibmiz. Xolasala gullisi, xolasala tigri, xolasala shoyisi, xolasala adnatonilardan beraman 50 ming so'mdan. 55 ming so'mdan adnatonilar. 50 mingdan ketdi. 50 ming so'mdan bundan uje gününençe rulolab sotib turibmiz. Uje ko'rgan odam ushab turib, ber deb turibdi. Aylanib yurish ham hojati yo'q, chunki men ushagan odam bilib turib tinchlikini. Ana. Keyin ichandam zo'r o'zlagan gang. Ondan meni adam ko'p. Sizni tushirimiz yaxshi, ish ayapamdan tushirmang. Ina velvetlar kelgan, ko'pchilik so'rab turgan, qalin. Materiali avvalgilardan qalin. Endi buyanana sovuq sezon bo'lganligi uchun bizlar ham qalin narsalarni ekkalamiz. Sezonoviy. Sezonoviy. 25 ming so'mdan qarang, 1. Bu 20 liki bu. 1, 2, ina bu dadim xo'shray. Sveti zo'r mana. Materiali ham ushim zo'r. Bir ham qatishkachmaydi bular, javob beraman. Yuvib siqib ishlataveradilar. Mendan olgan klientlarimiz uje kommentariyada yozishlari ham mumkin. Ütki chiqqan bo'lsa, ütki chiqqan deb yozsinlar, yaxshi bo'lsa. Tutishdan burun bir yuvib bassinlarmi? Yuvib shart emas. Hech narsa bo'lmaydi. Yo'q.
girişmeydi. Yine bu draplara karang. Vaktinde 45-50 ming so'mdan satgan draplarımız yine. Ana. 25 ming so'mdan edi. 20 ming so'mdan beraman şu drapni. 20 ming so'mdan? 20 ming so'mdan. Kostyum yubkalari hozir 650 ming. Dvoykikada dim chiroyli chiqadi bu. Ina bu drapni 20 mingdan beraman. Mana palto tiksalarim zo'r, kostyum zo'r, pancholara, dvoykilara, yubka kostyumlara zo'r narsa bu. Chalur kostyum ham zo'r ketadi. Mana oqi, sarisi, sinni go'ki bu. Ina bu Gucci'lar, ina Korishnivysi, ina bu Shotlandiyaga qarang, shu narsani zo'r sotib turibmiz. Meyda gulli Shotlandiya. Ko'pchilik olib turibdi. Mana niya bir şey narsani yaxshi ko'radi o'nchilar uchun. Endi 180 lik bo'ladi. 180. Materialga javob beramiz. Hech narsa bo'lmaydi mana. Uje ishlatib, ko'rib, kiyib yurgan odamlar rahmati bilan gap turibdi. Yuvib siqaversinlar. Yuvib siqara. Bular yine o'zim menim deyiladi. O'zim giyib qo'yibman bulardan. Uni uje maqtash shart emas, uje giygandan keyin ispisaniyaga o'tirib qo'yibmiz. Inaba hozirgi 20 lik drapimizni sinni go'ki. Inaba mina 25 lik velvet, bam 25 lik velvet, endi 180 lik bo'ladi. Inaba qora velvetimizdan tamam bo'lib qoladi. Arkasi nachos bo'ladi. Ha, kostyum zo'r ketib turibdi. Bu chalura, muskoya, issiqqina narsa. Panchoga zo'r ketib turibdi to'xonalara. Qop-qora velvet so'rab turganlar, ditskilar uchun, kattalar uchun, musko, jinski, chalvurlar uchun so'rab turganlara qop-qorasini olib keldik. Endi 180 lik bo'ladi velvetlarimizni. Inayin beda baklajan svetlari da bor. Yenam ne ola boradi? Tozaga yemezlan ko'rsatacakman da, hamma avvalgi narsalarni ko'rsatmayman. Anarkaşla Xitoy qash bo'ladi bular. Yine 35 lik varianti 30 ming so'mdan beramiz sizni obunachilaringiz uchun. Ina. Qarang, mana uje ko'pchilik biladi narxini. Mana arzoni bilan almashtirmasizlar-da ina. Arkasini chip buni. Arkasi qora, boy xonim. Bolgarki mramor bo'ladi, ustini qoshlarini qarang, Xitoy qash bu. O'zbekistonda qo'lda bosilgan qosh emas, birim-birimlab bosilgan, ko'pchimaydi. Chiqqanmidi? Yo'q. Keyin eng zo'r sotib turgan go'zalligimiz bu dukanimizning malikasi desek ham bo'ladi. Opasimi tovarlarni? Opasi bo'lsa sal narak bo'ladi. Turmushga chiqmagan malikamiz bu. Maşallah. Opasi ham bor mana. Inay. Mamasi. Ina opasi. Qarang. Opasi degani kattasi degani. Ha, shundaymi? Endi men boshqacha ma'noda ketdim o'xshaydi. Opasi. Ha, va qariroq deb o'yladik. Qarang, chiroyligina, buni jo'dirab turishini qarang, do'nib. Maşallah. Bu chisi originali bo'ladi, o'sha ko'rinishidan ham aytib turibdi, yalpildab turibdi inang. Xudolara, tozagaliklari yaxshi olib turibdilar. 30 ming so'm, 25 ming so'mdan qo'yib beramiz. Ana, yetdi 25 mingdan. 10 metr g'anam shu baqa, 1 metr g'anam shu baqa, 100 metr g'anam shu baqa. Nechun desam, mana 10 metr olaman, 20 dan beri, 22 dan beri to'g'ri kelmaydi. Yenam anorlarni qizillari bor. Yana yuk qachon keladi shunda, ayapa? Yuk 4-kun ketami, 6-kunlarga keladi. Asadbek ishi anor qoshlarining 15 ming so'mdan aytib beramiz. Oling sizni obunachilaringiz uchun. 1 metr ham shu baqa, arkasi qora originali. 10 metr ham shu baqa. Oling ana 15 ta skidka ertangdan qo'yadi o'nadim, sizga bugundan beraman. Oling ana. Inang 15 ming so'mdan qarang. Bu bizga foyda uchun emas, xalq azasini, xalq uchun. Sizni obunachilaringiz uchun, bizning klientlarimiz uchun. Chunki klientlarimiz bor, biz shunday gullab yashnab turibmiz. Shu klientlar bo'lmasa, biz hech kimimiz bu bozorda. Klientlarning arkasidan giyinishimiz, yurishimiz, o'tirish turishimiz, hamma narsamiz shularning arkasidan. Inang shular uchun 15 ming so'mdan aytib beramiz inang. Xalq uchun ina. Xalq uchun arkasi qora. 1 metr ham, 10 metr ham shu baqa, ruloni bilan asolar ham shu baqa. Gap bo'lishi mumkin. O'zi rulona berib turaylik bu baqa. Keyin bizlari bu narsani orqasi naturalki, toza yangilik. Bu narsa uje Toshkentni o'zida 55 ming so'mdan sotib turibdi rulona. Ina orqasi naturalki ko'rsinlar. Usti yangi chiqqan narsa. Buni hozir yupchi kofta dvoykilari trendda ko'pini вечерняя yaxshidan bular. 45 ming so'mdan aytib beramiz bularni. 45 ming so'mdan yana yangilik. Naturalkilar. Naturalki usti mramorka deb aytiladi, yangi chiqqani bu. Ana. Keyin adnatonilarimiz, ina adnatonilar ham 50 ming so'mdan, malina svet, yodvi, inamen deydi, delfin svetlarimiz bor. Keyin bu narsani bilasiz 80 ming so'mdan sotib turdik. Ustilari tiliq qosh. Tey bolgarki bo'ladi, endi 160 lik bo'ladi.
70 min so'mdan aytib beramiz bularni. Bu narsa uşum zor narsa lekin görgen adam alıp turibdi bu narsani, o'ylanmay alıp turibdilar. Gap bo'lishi mumkin emas. Opa-singillar, yana shunda bugun 18 bo'lsa, haftaning seshanba kuni bugun, to'g'rimi? Ha. Xo'p. Yana seshanbaga yangi yuklar keladi. 20si haftaning shunda bugun 18si shanba kuni xudo xolosa yana yangi reyslarimiz keladi dedi. Apikamiz aytadi. Xudo xolosa faqatgina shoshilib qoling. Hozircha bu assortimentlarimiz ham tugab qolmasin do'stlar, faqatgina shoshilamiz. Bizning kanaldan podpiska bo'lishdan, poddesh yatishdan uzoqlashmay turinglar do'stlar. Inshaalloh sizlar shunday manfaat videolarni chiqarishga davom etamiz. Ketkizigan vaqtlaringizda rozi bo'lsa, xudo xolosa sog' bo'ling, boy bo'ling. 20dan